Bugungi podkastimizda maktab tanlash, farzandni tarbiyasida otaning o'rni, farzandlarni kitobga qiziqtirish va ilmga muhabbat haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bugun biz yangi loyihaga asos soldik. Ta'lim podkast. Bu yerda farzand tarbiyasi, ta'lim olish sirlari, ilm olish sirlari haqida gaplashamiz. Bugungi podkastimizning mavzusi tarbiya haqida bo'ladi. Farzandlarni qanaqa usulda yo'qotish mumkin? Xo'p, qiziq savol. Farzandlarni qanaqa usulda yo'qotish mumkin deganda, bu majoziy ma'noda aytildi. Agar siz farzandlarni yo'qotishni faqat uni o'limi bilan deb tasavvur qilgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Farzandlarni yo'qotish, ularni ilmsiz, qadriyatsiz qilib tarbiyalash bo'ladi. Ko'p hollarda tarbiya qilish bilan ilm berishni adashtirib qo'yishadi. Ya'ni tarbiya berish boshqa narsa, ilm berish boshqa narsa. Bizda shu narsa stereotip shakllanib qolganki, farzandimni yaxshi maktabga bersam, yaxshi inson bo'lib yetishadi, yaxshi ilm, yaxshi tarbiya olib chiqadi deb adashadi. Farzandlaringiz maktabda ilm olishi mumkin, lekin haqiqiy tarbiya oiladan boshlanadi. Sizni farzandlaringizdagi natija sizni mehnatingiz hisoblanadi. Ya'ni biz aytmoqchimizki, yaxshi maktabga bermang, maktab ahamiyati yo'q demoqchi emasmiz. Maktab berishda ham uni tanlash kerak, tanlash muhim. Qimmat maktabga berishingiz, xususiy maktablarga berishingiz bu hammasi zo'r degani emas. Ko'p xususiy maktablar ham tarbiyani, ta'limni yaxshi bera olmaydi va davlat maktablarini hammasini ham yomon deb olmaymiz. Juda ko'plari yaxshi ta'lim va tarbiya berishi mumkin. Men o'zim ham davlat maktablarida o'qiganman, xususiy maktablarda o'qimaganman. Xususiy maktablar bizda endi shakllanib kelyapti, lekin ularning orasida ham saralanib, sanoqlilarini biz tavsiya qila olamiz. Maktablarning qimmatligi, uni xususiyligi uni yaxshi deb aytmaydi. Maktablarning qadriyati, ulardagi ta'lim beruvchi insonlarni ilmi u maktabi darajasini belgilab beradi. Hozirgi kunga kelib o'lchovlar buzilib ketdi. Ya'ni farzandlarni yaxshi hayotda yashashi bu ota-onani farzandga qilayotgan yaxshiligidek ko'rinyapti. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Ya'ni farzandingiz yaxshi yashashi, yaxshi maktabga borishi, yaxshi kiyinishi, yaxshi ovqatlanishi bu siz farzandingizga yaxshi hayot yaratib beryapsiz degani emas. To'g'ri, bu vaqtinchalik uni yaxshi yashashi uchun zo'r ta'minot bo'lishi mumkin. Lekin u kelajakda mustaqil bo'lgandan keyin bu ta'minotlaringiz, lekin u kelajakda katta bo'lgandan keyin, alohida shaxs bo'lgandan keyin bu ta'minotlaringiz emas, siz unga bergan tarbiyangiz, unga bergan ilmlaringiz o'z aksini ko'rsatadi. Hozirda o'lchovlar juda ham o'zgarib ketganligi sababli ta'limda va tarbiyada ikki xil usul mavjud. Birinchisi, barcha ta'lim tarbiyani boshqa insonlarga bog'lab qo'yish. Ya'ni maktabga, universitetga, bog'chaga va har xil to'garaklarga bog'lab qo'yish va farzand bilan umuman shug'ullanmaslik. Ikkinchi usul 20 ga 80 usuli, ya'ni 20% tashqi omillardan olingan informatsiya va 80% sizdan oladigan informatsiya. Farzandingiz sizni qilgan ishingizni takrorlaydi, siz aytgan so'zga kiradi. Ko'chadagi boshqa ustozlarning fikridan ko'ra sizni fikringiz u uchun muhimroq hisoblanadi. Biz farzandimizga yaxshi planshet olib beramiz, yaxshi notebook olib beramiz, yaxshi kiyintiramiz, lekin yaxshi tarbiya berish haqida juda kam o'ylaymiz. Farzand ota bilan, ona bilan o'tkazgan vaqtlarni eslab qoladi. Siz unga olib bergan planshetingiz, u planshetda o'ynagan o'yinlardan ko'ra ko'proq siz bilan o'tkazgan vaqtlarni ko'proq eslab qoladi. Farzand tarbiyasida otaning o'rni juda muhim. Farzand tarbiyasida ko'p hollarda onalar mas'ul, ertalabdan kechgacha onalar uyda bo'ladi, ona tarbiya bilan shug'ullanish kerak degan fikrda bo'lamiz. Lekin haqiqiy tarbiyani farzand otadan oladi. Nima uchun? Chunki ota farzand uchun ideal inson hisoblanadi. Ota qanaqa yo'lda yurishi, qanaqa harakatlar qilishi, qanaqa tartibda ishlashi farzand uchun yaqqol namuna bo'ladi. Ba'zi hollarda ko'ramiz, istisnoli holatlar bo'ladi. Farzand juda yomon oilada katta bo'lgan bo'ladi. Bir inson ota-onasi buzuq odamlar bo'ladi, ichkilik, spirtli ichimliklar, chakish, shunga o'xshash yomon xulq atvorli insonlarning farzandlari yaxshi inson bo'lib yetishadi. Bu juda ham kamdan kam holatlarda bo'ladi. Nimaga? Chunki farzand o'zi sog'lom fikrlab yoki boshqa insonning ta'siri bilan shu narsa yomonligini his qiladi. Lekin farzand oq qog'oz kabi bo'lganligi uchun otada va onada ko'rayotgan narsalarini shu narsa to'g'ri ekan, hayot shunaqa ekan, hayotda shunaqa yashash kerak ekan degan xayol bilan katta bo'lgandan keyin bu holat u uchun oddiy holatga aylanib qoladi. Biz tavsiya bergan bo'lardik, aynan otalar uchun farzandlar bilan kamida kuniga 1 yoki 2 soat vaqtlarini birga o'tkazishlarini. Ertalab maktabga ketayotganda, bog'chaga ketayotganda farzandingizni biron bir haydovchi yoki onasi emas, aynan siz olib borib qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardik.
Agar ertalab maktabga olib borib qo'yishga yoki bog'chaga olib borib qo'yishga vaqtingiz bo'lmasa, uni maktabdan yoki bog'chadan olib kelishga harakat qiling. Agar unga ham vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ishdan vaqtliroq kelishga harakat qilib, farzandlaringiz bilan kechki ovqat qilib, ular bilan suhbatlashishga harakat qiling. Farzandlarning xotirasida qolib ketadigan eng yorqin xotiralar siz bilan o'tkazgan vaqtlari bo'ladi. Hozir ko'pchilik insonlardan so'rasangiz, yoshligingizdagi xotiralaringizni gapirib bering desangiz, ko'p hollarda kim bilan ko'p vaqt o'tkazgan bo'lsa, o'sha insonlar bilan o'tkazgan vaqtlari haqidagi qiziq voqealarni gapirib berishadi. Agar inson o'z otasi va onasi bilan ko'proq vaqt o'tkazgan bo'lsa, qiziqarli narsalarni boshdan kechirgan bo'lsa, uni xotirasi juda ham chiroyli xotira bilan boyitilgan bo'ladi. Agar u inson buzuq o'rtoqlari bilan yoki ko'chadagi tashqi boshqa insonlar bilan vaqt o'tkazgan bo'lsa, uni xotirasida o'sha insonlar qolib ketadi. Ya'ni uni o'tmishida ota va ona o'rni bo'lmaydi. O'tmishidagi ota va onaning o'rni bo'lmagan inson kelajakda o'zi ham yaxshi va ota yoki ona bo'la olmaydi. Bugungi mavzularimizdan yana biri farzandlarni kitobga qiziqtirish. Farzandlarni kitobga qiziqtirishni birgina yo'li bor. Men juda zo'r yo'l deb bilganim, avvalambor o'zingiz kitobga qiziqqan bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz kitobga qiziqmagan bo'lsangiz, farzandlaringizga kitob o'qi, uyga vazifalarni bajar, men aytganlarimni qil deb buyurganlaringiz hammasi befoyda. Oldin siz o'zingiz taftish qilib ko'ring. Ya'ni kitob o'qi deb aytishdan oldin yoki unga biron bir kitob olib berib, mana shu kitobni o'qib tugatsang, falon narsa beraman deb uni o'zingizga rag'batlantirmoqchi bo'lganingizdan oldin o'zingiz nechta kitob o'qib ko'rgansiz va hozirgi kunda nima kitob o'qiyapsiz? Kitob o'qish bu faqat kasbga oid ilmli kitoblar bo'lishi shart emas. Badiiy kitob o'qishingiz mumkin, ertak kitoblar o'qishingiz mumkin. Ya'ni yoshi katta bo'lgan inson ertak kitob o'qishi, bolalarcha kitob o'qishi mumkin emas degani emas. Agar siz kitobga qiziqishni o'zingizdan boshlamoqchi bo'lsangiz, avvalambor ertak kitoblardan boshlashingiz kerak bo'ladi. Ertak kitoblarni o'zingiz o'qib ko'ring, uni farzandlaringizga o'qib bering, ovozingizni chiqarib, rollarga kirishib o'qib bering. Ana unda farzandlaringizda ham shu kitobga bo'lgan muhabbat paydo bo'ladi va ular shu kitobni o'zi o'qib ko'rishga harakat qiladi. Keyinchalik siz ham keyingi kitoblaringiz, badiiy kitoblar va ilmiy ommabop kitoblarni o'qishga o'zingizda ishtiyoq paydo bo'ladi. Men o'zim tajribadan o'tkazgan bitta case aytib beraman. Ya'ni o'zim bilan bo'lgan voqea. Farzandim hozirda 3 yosh. Aynan kitobga muhabbat paydo qilish urinayotgan paytimiz. Farzandingizga kitob olib bergan vaqtingizda, farzandingiz u kitob nimaligini tushunmaydi, uni ochib ko'radi, rasmlari bo'lsa rasmlarni tomosha qilib ko'radi, hayvonlarni ko'radi, unga chizib ko'radi, yeritib ko'radi. Bu tabiiy holat. Bu paytda farzandingizni urishishingiz kerak emas. Farzand birinchi kitob bilan tanishish kerak. Kitob bilan tanishgandan keyin uni o'qishni boshlaydi. Ungacha siz shunchaki qo'yib bering. Yirtsa ham, chizsa ham, uni otib o'ynasa ham, har qanaqa vaziyatda kitob bilan tanishib olish kerak avvalambor. O'zim bilan bo'lgan chiroyli case, farzandimga ertak kitob, rasmli kitoblarni olib berdim. Farzandlarimiz, jiyanlarimiz bor uyda. Ular tabiiyki kitoblarni ochishdi, chizib ko'rishdi, bo'yab ko'rishdi, yeritib ko'rishdi. Tashlab yubordik u kitoblarni o'qib bo'lmaydigan holatga kelgandan keyin. Nima qildik? Bu boshqa kitob olib bermaymiz deb urishdikmi? Yo'q. Biz yana boshqa kitob olib berdik. Keyingi kitob ahvoli birinchisidan sal yaxshiroq holatga keldi. Borgan sari kitoblar yirtilmaydigan, bo'yalmaydigan, chizilmaydigan holatga yetib keldi. Ana endi hozir farzandlarimizga biron bir kitob olib beradigan bo'lsak, ular bu kitobni avaylab, ochib, rasmlariga qiziqishsa, rasmlarni tomosha qilib ko'rishadi. To'g'ri, hali harf tanimaydi, o'qishni bilmaydi, lekin rasmga qarab voqelikni anglashga harakat qiladi. Birinchi navbatda biz o'sha kitobni farzandimizga o'qib beramiz. Ya'ni rasmlari bilan voqeliklarni tushuntirib beramiz. Qaysi rasmda nima voqea tasvirlanganligini unga o'qib, personajlar bilan tushuntirib beramiz. Keyingi safar farzandimiz o'sha kitobni ochib o'qiyotgan paytda, ya'ni o'qigandek bo'ladi, u aslida o'qimayapti. Rasmlarni tomosha qilayotgan paytda biza aytgan voqelik uni xayolida, miyasida shakllanadi. Ya'ni bu rasmda mana bu voqelik shakllanyapti. Bu mana personaj degan xayol miyasida shakllanadi. Ya'ni bu farzandingizni fikrlashiga, dunyo qarashini kengaytirishga juda ham katta yordam beradi. Biz birdaniga farzandimizga kitob qo'liga berib qo'ymadik. Tabiiyki biz avval o'zimizdan boshladik. Nima qildik? Biron bir kitobni o'zimiz ruhiyatimizga tushadigan, o'zimizni qiziqtirgan biron bir kitobni ochib, uyda o'qib ko'rdik. Biz kitob o'qiyotganligimizni ko'rgan farzandimiz bu nimaligiga, nima uchun otasi bu kitobni ochib o'tirgani, bu narsani ochib o'tirganligi qiziqdi. Ya'ni biz kitob o'qib o'tirganligimizni ko'rgan farzand kitobga qiziqish paydo bo'ladi. Ya'ni kitob o'qish kerak ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Shuning uchun farzandingizga namuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, uyga kelganingizdan keyin Instagramda, YouTube'da Reels ko'rib o'tirgandan ko'ra, kitob o'qimasangiz ham shu kitobni ochib, shunchaki kitobga termilib o'tiring. Bu narsa sizning o'zingizga ham foydali bo'ladi. Qachondir siz shu kitobni o'qiysiz. To'g'ri, bir kun ochib o'qib o'tirarsiz, tomosha qilib o'tirarsiz, o'qimassiz. Bir hafta shu holat bo'lar.
Lekin 10 kundan keyin siz shu kitobni qani nimadir yozilgan ekan shu kitobda o'zi. Bekorga baribir ochib o'qib o'tiribman-ku, tomosha qilib o'tiribman-ku. Balkim biror bir ma'lumot yozilgandir deb o'qishga tushasiz. Ya'ni sekin-sekin siz o'zingiz ham kitobga qiziqishingiz ortib boradi. Bu oilaviy kitobxonlikni shakllantiradigan narsa. Hozirgi kunda farzand tarbiyasi bo'yicha juda ham ko'plab kitoblar bor. Mana bu kitoblarimizda deyarli hammasi farzand tarbiyasi haqida yozilgan. Siz farzand tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, Instagramda yoki biron bir yaqinlaringizdan eshitgan tavsiyalaringizni shunchaki farzandingizni qo'llab ko'rishingiz noto'g'ri. Ya'ni farzand siz uchun tajriba quyonchasi emas. Farzand siz uchun namuna bo'lishi kerak. Farzand atrofidagi insonlar uchun namuna bo'lishi kerak. Farzand tarbiyalamoqchimisiz, uni ilmini olishingiz kerak. Agar siz biron bir mutaxassislikka kirishmoqchi bo'lsangiz, avval o'sha narsani ilmini noldan o'rganasiz va o'sha mutaxassislikka kirasiz. Farzand tarbiyalash ham murakkab ish, murakkab jarayon. Shuning uchun farzand tarbiyalamoqchi bo'lgan odam avvalambor farzand tarbiyasi haqida kitoblarni o'qib ko'rish kerak bo'ladi. Farzand tarbiyasi haqida juda ham ko'plab kitoblar bor. Agar siz endi kitob o'qishni boshlamoqchi bo'lsangiz, kitob o'qish odati shakllanmagan bo'lsa, sizga mana shu kitobdan boshlashingizni tavsiya qilamiz. Kitob bolalar tilida yozilgan, voqealar asosida yozilgan, zeriktirmaydi, juda ham qiziqarli kitob hamda juda ham kichkina. Ya'ni siz bu kitobni tez orada tugatasiz. Bu kitobdan olgan ma'lumotlaringiz farzandingizni tarbiyasida juda katta rol o'ynaydi. Farzand tarbiyasi bir ilm bo'lganidek, ilm olish ham bir ilm aslida. Ya'ni siz bir ilmni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ana shu ilm olish san'atini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ilm olishga muhabbat avval o'zingizdan boshlanadi. Siz nimaga muhabbat qo'ygan bo'lsangiz, farzandlaringiz ham shu narsaga muhabbat qo'yishi ehtimoli katta. Bir iqtibos bilan boshlamoqchiman. Ilm olish qimmat tuyulayotgan insonga ilmsizlik narxini hisoblab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardik. Ya'ni bu nima degani? Inson biron bir ilmni olishda pulini qizg'anadi. Shu pulga shuncha pul to'lab, shu kursni o'qiymanmi, shu ilmni olamanmi yoki men falon pulga shu kitobni sotib olamanmi deb o'ylaydi. Ya'ni bu pulga mana bunaqa telefon olsa bo'ladi, mana bunaqa mashina olsa bo'ladi yoki biron bir texnika olsa bo'ladi deb dunyoviy narsalar bilan solishtirish mumkin bo'lmagan, taqqoslash mumkin bo'lmagan narsalar bilan solishtirishadi uni qiymatini. To'g'ri, aytaylik, siz bitta yaxshi telefon olarsiz, o'sha ilm olishingiz mumkin bo'lgan narsaga. Siz yaxshi olgan yaxshi bir telefoningiz so'nggi rusumli bo'lishi mumkin. 1 yildan keyin u o'z qiymatini yo'qotadi, u eskiradi, undan yaxshilari chiqadi va siz u telefondan zerikishni boshlaysiz. Agar siz o'sha o'ziga kerakli bo'lgan ilmni pulini to'lab olsangiz, u ilm sizda bir umr qoladi va bu ilm sizda bir umr qolishdan tashqari, bu ilm sizni hayotingizni o'zgartirishi mumkin, sizni dunyoqarashingizni, tarbiyadagi o'rni juda ham katta bo'lishi mumkin. Ilmga muhabbat nimadan boshlanadi? Ilmga muhabbat avval o'zlikni tanishdan boshlanadi. Inson o'zini tanirkan, ilm olish kerakligini tushunib yetadi. Men maslahat bergan bo'lardim. Shu kungacha qanaqa yutuqlarga erishgansiz, hammasini yozib chiqing, raqamlar ko'rinishida bo'lsin. Ya'ni nechanchi yil o'qishga kirdingiz, necha yil o'qidingiz, o'qishni bitirganingizdan keyin qanaqa ish, nechanchi yil ishga kirdingiz, ish davomida qanaqa natijalar ko'rsatdingiz va raqamlarda ko'rsatilsin, qancha daromad ko'rdingiz, hozir qancha daromad ko'ryapsiz, hammasini raqamlar ko'rinishida yozib ko'ring va ularni tahlil qilib ko'ring. Bu raqamlar sizga qayerdan kelib qoldi? Bu raqamlarni asosi nima? Bu raqamlarning asosiga borsangiz, hammasi ilmga borib taqaladi. Agar siz ilm olishni qanchalik kuchaytiradigan bo'lsangiz, sizdagi bu raqamlar shunchalik ko'payib va ortib borishni boshlaydi. Ilm olmagan inson bilan ilm olgan insonni orasidagi natijalarni solishtiradigan bo'lsangiz, yer bilan osmonchalik bo'lishi mumkin. Yuqorida mol-mulk va ilmni solishtirib ko'rdik. Bu narsa mol-mulk kerak emas degan tushunchani paydo qilmasligi kerak. Mol-mulk kerak, to'g'ri, insonda moddiy jihatlarga ehtiyojlari bo'ladi. Bu muhim narsa, kerakli narsa, lekin bu birlamchi emas. Agar sizda ilm bo'lmasa, mol-mulk ham bo'lmaydi. Agar sizda ilm bo'lsa, mol-mulk sizga o'z-o'zidan harakatingizga yarasha keladi. Siz qanchalik ko'p ilm olar ekansiz, moddiy taraflama ham shunchalik yaxshilanib borasiz. To'g'ri, ba'zi hollarda ko'ramiz, ilm egalari xor bo'layotganini, ilm egalari moddiy taraflama qiynalayotganligini ko'ramiz. Bu ularga berilgan bir sinovdir. Agar sizni haqiqiy ehtiyojingiz mol-mulk bo'ladigan bo'lsa, sizga albatta ilm kerak bo'ladi. Agar sizni haqiqiy ehtiyojingiz ilm bo'ladigan bo'lsa, siz bu ilmni olishingiz kerak bo'ladi. Mol-mulk shu ilm orqasidan keladi. Ya'ni bu bir-biriga taqqoslanadigan, bir-biriga o'xshatiladigan narsa emas. Birinchi va ikkinchi darajali narsa deb olishimiz mumkin. Albatta birinchi darajada ilm turadi, ikkinchi darajada mol-mulk turadi. Agar u insonni farzandlari bilan o'tkazishga vaqti bo'lmasa, tirikchilik payida yurgan inson bo'lsa, farzandlarini boqish uchun ertalab juda vaqtli chiqib ketib, farzand uxlayotgan paytda chiqib ketib, kelgan paytda farzandlari uxlayotgan bo'lsa, nima qilsin deysiz? Farzandiga vaqt ajrata olmaydi deysiz. Bir kun hech bo'lmaganda farzandiga vaqtini ajratish kerak. Ya'ni bu 24 ga 7 ishlamaydi bu narsa.
har kuni vaqt ajrata olmasa, bir haftada bir kun vaqtini ajratishi mumkin. Ya'ni u insonni ham dam oladigan kuni bo'ladi yoki ishdan vaqtliroq keladigan paytlari bo'ladi. Shu vaqtda farzandlari bilan ozgina bo'lsa ham shug'ullanib turish kerak bo'ladi. Ya'ni farzandni xotirasida siz bo'lishingiz kerak kelajakda va farzandni hayotida o'rningiz borligini farzand his qilib turishi kerak bo'ladi. Ota ishga sho'ng'ib ketgan bo'lsa, farzand bilan shug'ullana olmasa, ota doimiy komandirovkada yuradigan bo'lsa yoki doimiy tirikchilik paytida yuradigan bo'lsa, farzand otadan mehr ko'rmagandan keyin, katta bo'lgandan keyin ota ham farzanddan mehr kutishi noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, farzand tarbiyasi alohida ilm deyilganda, bu ilm hayot mobaynida o'rganiladi. Bu ilmni sizga ota-onangiz berishi mumkin. Ota-onangizdan olgan ilmlaringiz, ota-onangiz sizga bergan tarbiyasini alohida ilm manbasi sifatida olishingiz mumkin. Lekin u ilmda sizga kamlik qiladigan bo'lsa, juda ham ko'plab kitoblar bor. Kitob tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. Farzand tarbiyasi haqida juda ham ko'pchilik kitob yozyapti. Har xil kitoblarga aldanib qolish kerak emas. Ya'ni farzandingizni tarbiyasi bu tajriba bo'lish kerak emas. Farzandingizni tarbiyasi aniq ilm asosida bo'lishi kerak. Men o'zim foydalanayotgan kitoblar, shu yaqin vaqt ichida o'qishni boshlagan va o'qib tugatgan kitoblarim mana shu kitob. Dadalar hamma narsani bilishadi degan kitob. Juda kichkina kitob, boya buni aytib o'tdik. Kitob do'konlarida bor va farzand tarbiyasida 30 xato degan kitob. Bu juda ham chiroyli yozilgan. Said Chamlija degan inson yozgan ekan. Ya'ni yozuvchisiga ahamiyat bermagan ekanman oldin. Lekin ichida juda ham kerakli ma'lumotlar yozilgan. Va yana bir kitob Ahmad Mashari degan insonning kitobi Farzanding ikkinchi umring degan kitob. Men bu kitob hali o'qib boshlamadim. Bu kitobni to'g'risi ustoz Ikrom Sharif kanallarida ko'rib qolganimdan keyin xarid qildim. Hali bu kitobga yetib kelganimiz yo'q. Lekin oradan oz o'qib ko'rdim. Juda yaxshi narsalar yozilgan ekan. Menimcha shu kitoblardan boshlab turgan yaxshi. Boshqa kitoblar ham bor. Jazosiz tarbiya, 3 dan keyin kech degan kitoblar bor. O'sha kitoblarni ham o'qib ko'rish mumkin. Farzand tarbiyasidagi kitoblar haqida, kitob tanlash haqida Aziz aka Rahimov ham juda ko'p ma'lumotlar berganlar, videolari chiqqan. Ular shu narsani aytib ketgandilar. Yaqinda kitob do'koniga kirib, farzand tarbiyasi haqidagi bitta kitob ko'rayotgandim dedilar. Shunaqa qalinlikda taxminan kitob. Yozuvchisi kimligiga qiziqdim dedilar. O'zi yozuvchisini kimligini qiziqaman dedilar. Yozuvchisini kimligini ochib o'qisam, o'zbek ayol ekan, bolalar psixologi ekan. Nima uchun bu inson kitob yozishga haqli deb qiziqib ko'rganimda, u inson haqidagi ma'lumotlar keltirilganda, Instagramda 200 mingta obunachisi borligi haqida yozilgan ekan. Ya'ni Instagramda 200 mingta obunachisi borligi, u inson bolalar psixologi degani farzand tarbiyasi haqida kitob yozishga haqqi bor degani emas. Shuning uchun yozuvchilarga ahamiyat beringlar. Bu yozuvchi kim? Kitobni yozgan inson kim? O'zi asli kelib chiqish qanaqa? Bu inson kitob yozishga qanchalik haqli degan narsani bitta chuqur o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, men bunaqa kitoblarni o'zim farzandli bo'lganimdan keyin o'qishni boshladim. Menimcha erta kecha yo'q, kimdirlar aytishi mumkin. Men hali uylanmayman. Siz aytasiz, uylanmaganman, o'qishim kerakmi deb. Boshqa odamlarda boshqacharoq fikr paydo bo'lib qolishi mumkin. Meni farzandim o'sha allaqachon katta bo'lib qoldi. Kerak menga bu kitob. Kerak. Farzandingiz 20 yosh bo'lgan bo'lsa ham bu kitobni o'qib ko'rishingiz kerak. Farzand baribir siz uchun farzandligicha qoladi. Agar uylanmagan bo'lsangiz ham bu kitobni o'qib ko'rishingiz kerak. Chunki farzandni tarbiyasi yaxshi ayol tanlashdan boshlanadi. Ya'ni sizni farzand tarbiyasidagi fikrlaringiz ayol tanlamoqchi bo'lgan ayolingizni farzand tarbiyasi haqidagi fikrlari bilan to'g'ri kelishini tekshirib ko'rishingiz uchun ham bu kitob muhim deb o'ylayman. Oila haqida ham o'qiring. Endi aynan bu mavzuda yoki bu mavzuda o'qing hech kim sizga cheklov qo'ymaydi. O'zi bitta kitobni o'qish uchun juda ham ko'p vaqt ketmaydi, menimcha, bunaqa kitoblarni o'qishga. Bu kitoblarni o'qib ko'rganingizdan keyin bo'lajak turmush o'rtog'ingizni fikrlarini qiziqib ko'rganingizda qanchalik uni fikrlari to'g'riligini tekshirish uchun ham bu kitob kerak bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni ayol tanlashda ham bu narsa muhim. Farzand tarbiyasiga. Bu ta'lim podkastimizning birinchi soni. Kamchiliklari bo'lsa, xatolari bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi sonlarda kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz va yana nima mavzularda muhokama qilishimizni xohlasangiz, o'sha mavzularni yozib keting. Keyingi dasturlarimizda balki mehmon spikerlarni chaqirishimiz mumkin. Qaysi insonlar bilan suhbat qilishimizni xohlasangiz, o'sha insonlarning ismlarini yozib ketsangiz, balki keyingi sonlarimizda ularni suhbatga chaqiramiz.